Bugun sizni O'zbekistonda X-Ray de Parfum yo'nalishida yetakchi brendlardan biri bo'lgan Braven Parfum showroomiga taklif qilmoqchiman. Ushbu showroom Braven Parfumning xalq tili bilan aytganda Novomoskovskidagi filiali bo'lib, bu yerga kirishingiz bilan sizni mana shunday o'zgacha atmosfera kutib oladi. Bu yerdagi 250 xildan ortiq iforlar orasidan o'zingiz istagan atirlarni taralishi va turib berishi kuchaytirilgan holda tayyorlab berishadi. Braven showroomlarining o'ziga xos jihatlari shundaki, siz bu yerga kirganingizda xuddi boshqa olamga tushib qolgandek bo'lasiz. Bundan tashqari siz bu yerdan Koreyaning taniqli brendlari tomonidan ishlab chiqarilgan kosmetikalarni ham topishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Rahmat. Ayni paytda nimalar bilan bandsiz? Hozir ayollar uchun flakon ishlab chiqarmoqchimiz. Shu uchun mana so'rovnoma o'tkazamiz. Sizga qaysi biri yoqdi? Demak, yangi flakon ustida ishlayapsizlar. Xuddi shunaqa bo'ldi. Xo'p, bu ranglar har biri o'ziga xos, lekin meni ko'proq e'tiborimni tortgan rang mana shu bo'ldi. Yaxshi. Va yana bir variant bu. Na, ikki xil talab borsiz, tushundim. Yoki bu, yoki bu. Ikkalasi ham juda chiroyli. Juda ham zo'r. Hozir ichkarida qizg'in ishlar ketyapti. Rahbarlarimiz ham shu yerda. Taklif qilaman, kelib ko'rsangiz bo'ladi. Yaxshi bo'ladi, rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatsiz. Rahmat. Sizlarni bezovta qilaman endi. Ayni paytda nimalar bilan bandsiz? Biz xudo xolasa sherigim bilan o'sha mijozlarimiz uchun premium idish ishlab chiqarmoqchi edik. O'sha narsani muhokama qilib o'tiribmiz. Hali ommaga olib chiqqanimiz yo'q. Mana shunaqa qadoqli bo'ladi. Odamlar yaqinlariga hadya qilish uchun ancha yaxshi. Juda ham chiroyli, o'ziga xos uslubda yaratilibdi. Menga yoqdi. Mana mashina ham ko'rsangiz bo'ladi. Bu 3 talik setimiz 30 ml. Mijozlarimiz kimgadir hadya qilmoqchi bo'lishsa ham juda ham mashina bagati. No, bu hali 100% bitmadi. Bitirib, xudo xolasa chiqartirmoqchimiz shundan. Demak, kimgadir sovg'a xarid qilmoqchi bo'lsa, 3 xil ifordagi atirni bemalol mana shu yerga joylashlari mumkin. Bu ham o'ziga xos uslubda yaratilibdi. Yana bir marta ochib ko'rsata olasizmi? Meni e'tiborimni tortgan jihati mana bu yerda ham xuddi o'sha yozuv yozilgan ekan, ya'ni xushbo'ylanib yashang, esda qolasiz. Nima uchun mana shu shiorni tanlagansizlar? Xushbo'ylanib yashang esda qolasiz. Ya'ni mijozlarimiz o'zi ko'plari kelgan deb aytishgan. Mana bu odam shunaqa atir sepgan, men esimda qolib ketgan bu odam deb o'zlarini bilmaydi, lekin atirlarni eslab qolganda, shunda biz bu nomni o'ylab topishimiz ham sal keyinroq bo'lganda, demak, odamlar xushbo'ylanib yursa, odamlarni esda qoladi, misol uchun. Keyin faqat bu emasda, mana oila a'zolarining orasida ham eslash bo'lib turadi. Misol uchun kimdir xo'jani bunaqa atir separdilar deb eslaydi yoki ayolim yoki boshlig'imiz bunaqa atir separdi deb eslaydi. O'shaning uchun biz xushbo'ylanib yashang, esda qolasiz degan nom qo'yganmiz. Zo'r. Juda ham chiroyli shior tanlangan. Yana bir narsa meni o'ylantiradi. Mana siz Braven Parfum asoschilaridansiz. Nima uchun aynan parfum yo'nalishini tanlagansiz? Bu savolga sherigim javob bersin. Biza parfum yo'nalishini tanlaganimiz o'zi 4-5 yil oldindan boshlangan. Men o'zi yaqin og'aynim bo'lardi, shuni taklif qilgan, ko'ramizmi deb taklif qilib ko'rganda, o'shanda boshlangan. Men u paytda Koreyada edim. O'sha yerda shug'ullanib ko'rgan, birinchi shug'ullanganimiz. Keyin men o'zimga ham yoqqan, baribir bu xushbo'ylanish o'zi sunnat amal. Keyin buni keyinroq yoyishimiz kerak, odamlarni xushbo'ylanishga targ'ib qilishimiz kerak deb turib, bu yo'nalishni tanladik. Mijozlaringiz asosan kimlar? Kimlar sizlardan ko'proq xarid qiladi? Bizlarning mijozlarimiz asosan mana hozirgi kunda ko'p tadbirkorlar so'raymiz kelganda, ishlab chiqaruvchilar, o'sha qurilish kompaniyada ishlaydiganlar, boshliqlar ham olishadi. Bo'lib ham ular o'zi ko'pchiligi original atir ishlatganlar bo'ladi. Nimaga ular bizdan kelib xarid qilyapti desangiz, ko'pchilikdan biz shu vopros o'tkazganmiz, so'rov. Nimaga kelib xarid qilyapsiz desak, sizlarniki ancha stoykiroq, ham hidlari o'zi originalga o'xshaydi, narxi ham biroz arzon. Bitta mijozimiz bo'lgan, ular o'sha milliard klubini bilsangiz kerak, undan yuqorisi bor, Gold klubida bo'ladi. Ulardan so'raganimizda, men o'sha sizlarniki o'zi $100-200 ham arzonroq chiqar ekan. Men o'sha $100-200 birorta qiynalgan og'aynimga hadya qilganim yaxshiroq deb aytgandilar. Juda ham zo'r. Rahmat sizga. Mana hozir yangi qadoqlanish jarayonini ham kuzatdik, ko'rdik va o'ziga xos uslubda yaratilmoqda va o'ylaymanki, barcha mijozlarga ma'qul keladi va sovg'aga tanlashga eng zo'r variant deb baholayman. Yana boshqa variantlari ham bormi buni ichida? Bor, albatta, o'tiring, men sizga ko'rsataman. Buni hozir sherigim aytdi, hali bitmagan, o'zgartirmoqchimiz dedi. Mana buni ustini biz
bu yerda mana qog'ozlar bor. Mana shu qog'ozni tanlaganmiz. Buni yana namuna qidiryapmiz. Ko'rsangiz bo'ladi. Bu teksturali, mijozlarga ham yoqadigan, premiumroq ko'rinadigan qog'oz. Juda ham yaxshi. Meni bir savol o'ylantiradi. Ayni kunda sizdan eng ko'p so'raladigan erkaklar va ayollar atiri. Juda ham qiziq savol bo'ldi. O'zi biz har safar, har oy kuzatib boramiz. Qaysi atir bizda eng ko'p sotildi. O'tgan oy kuzatganimizda ko'pchilikka yoqadigan svejiy atir Imagination bo'lgan ekan. Bo'lib ham 13 litr sotgan ekanmiz. Bu endi 100 metrdan hisoblasangiz, bu 130 ta bo'ladi. Endi bunaqa 130 ta sotadigan do'konni men hali ko'rmagandim. Bu yana ham hozir oshib boryapti, mana yoz keldi. Ayollarga ham, erkakka ham birda yoqib borayotgan parfumimiz shu. Birinchi o'rinda ketayotgan, undan keyingi o'rinda ketayotganlari ham bor. Ayollar uchunchi, maxsus ayollar uchun qaysi? Ayollar uchun mana do'konimizga kelganda ham ko'pchilik hidlab ko'radi. Ayollar yoqayotgani Gardenia degan atirimiz bor. O'sha Gardenia atirini erkaklar ham kelyapti. Mana ayolingizga olmoqchi bo'lsangiz deb berganmizda, juda ham zo'r ekan, приятный, нежный ekan deb ayollarga ham sovg'aga olib ketishyapti. Mana o'zim ham sizdan ko'pincha mana shu parfumlarni xarid qilaman. To'g'risini aytganda, atirlarning turishi juda ham kuchli. Masalan, bitta ko'ynagimga sepsam, keyingi kun hidlatsam, hali ham mana shu hidi turgan bo'ladi. Meni o'ylantiradigan savol, nima uchun ko'pchilik sizlarni tanlaydi? Nima deb o'ylaysiz? Atiramizni maqtagangiz uchun rahmat, e'tirofingiz uchun. Ko'pchilik tanlagan. Mana hozir o'zingiz ham aytdingiz, men kiyimda ham uzoq turadi dedingiz. Ko'pchiligiga mana bu jihati yoqyapti. Atirlar stoyki deydi. Endi bizning asosiy mijozlarimiz original ishlatishgan oldin. Original ishlatishga bizlarni internetdan ko'rib kelishadi. Qiziqib kelishadi, qanaqa atir ekan deb sevib berganimizda, va original bilan deyarli farqi yo'q ekan deydi. Keyin ishlatib ko'rishgandan keyin so'raymiz, stoykisi ham zo'r. Ham narx jihatdan sizlarniki arzonroq ham chiqar ekan deb aytishgandi. Keyin mana ijtimoiy tarmoqlaringizni doimiy ravishda kuzatib boramiz. E'tibor qilsam, viloyatlarga ham ko'p buyurtmalar chiqarasiz. Asosan qaysi viloyatlarga? 12 ta viloyatga dastavka qilamiz. Bularning orasidan boya statistikani aniqlaymiz dedik-ku. Viloyatlarni ham aniqlaganimizda eng ko'p xarid qiladigan Toshkent. Onlayn ham xarid qiladi Toshkent, keyin Samarqand va Vodiy, Farg'ona, Andijon, Namanganlar juda ham ko'p oladi. Menimcha ular xushbo'ylanishga qiziqishsa kerak. Endi shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Xorijdan ham buyurtmalar bo'ladimi? Xorijdan ham buyurtmalar bo'ladi. Asosan mana Amerikadan ko'p xarid qilishgan, yaqinlari orqali berib olamiz. Amerikadan, Rossiyadan, Koreyadan xarid qilishgan, Dubaydan turib ham xarid qilishgan. Ya'ni chetdan kelgan mijozlarimizdan ba'zilar bo'lgan, to'g'ri uyga bormasdan bizani kelgan, misol uchun Kanadadan kelgan, o'tdan parfum olmasdan bizani internetdan kuzatib, kelib xarid qilib ketishgan. Shu o'rinda odamni bir narsa hayron qoldiradi. Nima uchun mana shu Amerikani o'zidan olsa bo'ladi original parfumini yoki o'sha boshqa davlatlarda ham juda ham ko'p. Nega aynan Brevonni tanlab kelishdi yoki nega faqat Brevondan buyurtma qilishyapti? Sizni hech o'ylantiradimi shu savol? Bunga ham biz o'zimiz qiziqqanmiz. Nimaga o'sha yerdan keladigan odamlar original atirlarni olib kelsa bo'ladi deb o'ylaganmiz. Kelganda so'raganmiz. Sizlarni men anchadan beri internetda kuzataman deydi. Instagramda sizlarga a'zo bo'lib qo'yganman, kuzataman. Juda ham yaxshi olib boryapsizlar. Ham men ishonchli deb o'yladim. Aytgan gapinglar ishonchli, stoykiroq deganinglar uchun men yadam olmasdan to'g'ri mana kelganimda do'koningizga keldim deb aytadi. Keyin kelib hidlab ko'rib, xarid qilib, mana uydagilarga ham hadya uchun olib ketishadi. Demak, birinchi navbatda siz mijozlar ishonchini qozongansiz va oqlab kelmoqdasiz. Katta ehtimol shu ishonch bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki mana yaqinda ham kattaroq qurilish kompaniya boshlig'i bor. Endi nomini aytmayman. Ular o'zi chetda qurilish qilishadi, Turkiyada, Saudiyada. Ular Turkiyadan turib, men o'zimga yozdi, mana shu atirlardan chiqarib bergan eng yaxshilaridan deb turib 5-6 ta atir olishdi. Adashmasam biri $600. Endi mana yerda ham o'zi originallar bor. Masalan, puldan muammo yo'q ularda. Nimaga xarid qilishadi desangiz, o'sha ular bilan ishonch paydo bo'lgan o'rtada ham atirlar stoyki bo'lgani uchun shu yerdan turib bizdan xarid qilishadi. Demak, ko'proq ishonishadi sizga. Shunaqa deb o'ylaymiz. Ishonch, keyin do'konga keladigan mijozlarimiz ham bor, bilishadi, servisinglar yaxshi deyishadi. Biz o'zi savol javob ham qilganmiz mijozlar bilan, bir 10 tasini olib,
Bizlardan nimaga asosan xarid qilasiz, qayta deganimizda ham sizlarda xodimlarni muomalasi ham yaxshi deydi. Servisinglar yaxshi. Boshqa joyda kuzatib ham o'tirmaymiz, qidirib ham o'tirmaymiz, to'g'ri sizlardan olamiz deydi. Biz ham endi mana xodimlarni olganda saralab olamiz. Ishonchli bo'lsin, yolg'on gapirmanglar, mijozlar bilan yaxshi muomalada bo'linglar deb tarbiya qilamiz. Zo'r. Haqiqatan ham mana shu mijozlarni kutib olish jarayoni ham o'ziga xos ravishda yo'lga qo'yilgan va e'tibor bilan yondashasiz. Bunga albatta ofarin deymiz va mana shunday mijozlarni doimiy ardoqlash yo'lida ham faol bo'lishingizga tilakdoshman. Mana hozir ko'rib, kuzatib, jarayon bilan tanishdim. Umuman olganda har safar kelganimda yangilik qilishga harakat qilasiz. Bu jarayonda ham sizga muvaffaqiyat tilab qolamiz. Brevodning mijozlari soni yana ham ko'p bo'lsin. Ishlaringizda muvaffaqiyat yor bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling.